Assalomu alaykum, xormiylar. Bugun sizlar bilan sun'iy intellektda qanday logo yasash ko'rib chiqamiz. Bilamiz, odamlar yangi ish boshlashi mumkin yoki yangi biznes boshlayotganda ularga albatta logo kerak bo'ladi. Va bu logolarni agar biz dizaynerlik qildiradigan bo'lsak, minimum $100 dan ketaveradi. $2000, $10,000, hatto $20,000 ham logo yasaydigan odamlarni bilaman. Ishoning, shu narsani siz o'zingiz to'liq sun'iy intellektda qilsangiz bo'ladi. Umuman sizga dizayner kerak emas. Nimaga? Chunki dizaynerga biz mayli boringki bir $1000, $2000 beramiz, u bir hafta yoki 2 haftada qiladi. Lekin biz sun'iy intellekt yordamida bir o'tirishda boringki bir soat ichida 20 ta 30 ta variantda biz o'zimiz xohlagan logoni yasashimiz mumkin. Keyin mana bu saytga ham ko'zim tushib qoldi. Men qaranglar. Shu logolarga qancha pul to'lagan. Ko'rasizlarmi? Dizaynerlarga. Endi biz sun'iy intellektdan maksimum foydalanishimiz kerak. Keling, bitta misol qilib ko'ramiz. Biz hozir Figjamga kirib olamiz. Figjamga kiramiz, ya'ni Figmani ichida Figjam degan bo'limi bor. U yerda biz o'zimizga kerakli bo'lgan sketchlarni chizib olishimiz mumkin yoki qaysi nomda logo qilmoqchimiz yoki qaysi rasmdan ilhomlanamiz. Shulardan bir ko'rib chiqamiz. Ama Figmaga kirdik. Figmaga kirganimizda mana bu tepada Figjam degan joy bor. Bosdim. Bosganimda mana bu yerda text degan joy bor, yozamiz. Misol uchun qaysi nomga qilmoqchiman. Keling, Avrangzeb deb qilamiz, ya'ni Avrangzeb C deylik mayli. Avrangzeb C. Avrangzeb C degani o'zi ko'pchilik C ni noto'g'ri tushunadi ekan. Avrangzeb C degani bu sun'iy intellekt degan. Prosta hamma AI degan biz ham bir mahmadonalik qilib maqtanaylik deb C qildikda. Milliy brend deydi. Endi qarang, demak nomni yozib oldik. Avrangzeb C. Endi buni nishalari nima? Yozamiz. Pastroqqa sun'iy intellekt avtomatizatsiya, ya'ni avtomatlashtirish. Mayli, kelinglar, avtomatlashtirish deylik. Keyin AI content. Mana shu 3 ta nisha bo'yicha bizga logoyimizni aks etish kerak. Endi bu yaxshi. Biz endi yana nima qilsak bo'ladi? Pinterestga kiramiz. Pinterestga kirganimizda logo for AI deb ko'ramiz. Ya'ni o'zimizga yoqgan logolarni ko'rib chiqamiz. Ko'ramiz. Boringki OpenAI ning logosini o'g'irlaymiz. Steve Jobs aytgandek, eng yaxshi dizayner bu o'g'ri deydimi? Qaranglar. Copyright izobrazeniyani bosamiz. Bosganimizdan keyin endi Figjamga qo'yib chiqamiz. Mana bu yerda razрешitni bosaman. Qo'ydik. Yana ko'ramiz. Mana bu ham yomon emas. Nima dedingiz? Copyright izobrazeniyani bosamiz. Bosganimizdan keyin buni ham qo'yib olamiz. Ko'rasizlarmi? O'zimizga yoqgan logolarni yig'ib olamiz. Nimaga? Chunki biz Avrangzeb C uchun logo yasashimiz kerak. Avrangzeb keldi misol uchun, aytadiki, Avrangzeb menga $100,000 logo yasab ber desa, endi men dizaynerga borishim shart emas. Men sun'iy intellektga buyruq bersam bo'ldi. Va shu yerda bir narsani aytib ketsam bo'ladi. Ushbu darsdan keyin xudo xolisa sizlar bemalol uje klient olib, klientga logo qilib berishlaringiz mumkin. Lekin bitta iltimos, arzon narxga qilmanglar. Qaytaraman, arzon narxga logo ham, xizmat ham ko'rsatmanglar. Arzon narsani qiymati bo'lmaydi chunki. Endi 3 ta logoni oldik. 3 ta logoni, qolgan logoni ham ko'ramiz. Mana bu ham juda yaxshi ekan. Ko'rasizlarmi? Demak, biz mana shu logolarni o'zimizga olamiz. Nimaga? Chunki bu logolar million dollarga qilingan bo'lishi mumkin. Minimum $1000 desak bo'ladi. Endi bizda 4 ta logo bor. Endi nima qilamiz degan savol bor. Bizga o'sha hamma yaxshi ko'rgan ChatGPT yoki Gemini kerak bo'ladi. Sizlar ChatGPTni yaxshi ko'rasizlar, lekin men esa Geminini yaxshi ko'raman. Tam kirdik.
Geminiga kirganimizdan so'ng sizlarga oson yo'lni o'rgataymanki, qiyin yo'lni o'rgatayman. Kelinglar, birinchi qiyin yo'lni o'rgataman, keyin oson yo'lidan faqat so'kmasalaringiz bo'ldi. Qaranglar, sun'iy intellekt avtomatlashtirish AI content Avrangzepsi. Geminiga o'taman, yozaman. Men premium darajada logo yaratmoqchiman. Menga 10 ta prompt yoz deyman. Nega 10 ta va oxirida aytaman. Tekst esa boygini olamiz, Avrangzepsini. Oldik. Demak. Keyin endi yana Geminiga o'taman-da, yozaman. Logoda shu narsalar aks etish kerak. Lekin bachkana bo'lib ketmasin. Endi demak tayyor. Va oxirida ingliz tilida yoz deymiz. Ko'rasizlar, promptni murakkablashtirish yoki qanaqadir qonun qoidasi bunaqa miflar yo'q. Bu eng osoni, o'zingizning tilingizda yozavering. Istasangiz shevangizda, istasangiz xorazmcha, istasangiz toshkentcha, farqi yo'q. Asosiysi yozsangiz bo'ldi. Endi mana bu olgan logolarimizda copy as png ni bosib Geminiga tashlab chiqamiz. Bosdik. Keyingisini ham olamizmi, nima deysizlar? Albatta olamiz. Chunki biz juda ham zo'r dizayner o'g'rimiz deydi. Copy as png ni bosganimdan keyin buni ham tashiyman. Buni ham olamiz, buni ham tashiymiz. Ana endi qiziq joyga keldik. Shuni submit bosib yuboramiz. Pam. Demak, bizga hozir 10 ta prompt chiqarish kerak. Agar rasm chiqarib qo'ysa, mana urishib o'tirmaydi, chunki Geminining bir kasalligi bor. Prompt yozib ber desangiz ham rasm chiqarib qo'yadi. Lekin sizlar bilan Avrangzep va bu xatoni to'g'ri ko'rish yo'llarini ko'ramiz. Shuning uchun ustoz kerak deydi. Ana qaranglar. Shunday prompt yozib beryapti. Endi bizni keyingi qiladigan ishimiz. Bizga Nano Banana 2 yoki Nano Banana Pro sun'iy intellekt kerak bo'ladi. Agar oramizda yonida ekstasida puli bo'lsa yoki Hexfield sun'iy intellekti bo'lsa, Hexfield sun'iy intellektida biz Nano Banana Prodan foydalanamiz. Hexfieldga kirib olamiz. Hexfield bo'limiga kirganimizda tepada image degan joy bor. Image degan joydan biz Nano Banana 2 ni bosamiz. Va Nano Banana 2 ni bosganimizda bu yerda biz birga bir tanlashimiz kerak. Nimaga? Chunki logolarni biz kvadrat shaklda qilamiz. Boringki, agar siz 9:16 yoki 16:9 da qiladigan bo'lsangiz, logoingiz, avataringiz tushmaydi. Любой joyga tushmaydi, ishoning. Shunga biz nima qilamiz? Har doim logo qilayotganimizda yoki avatar yasaganimizda birga bir formatda qilishimiz kerak. Olamiz endi men bu yerda 10 yozganmiz. Bularni olib tashlab chiqamiz. Lekin degan joyi bor. Bu promptda bitta xato joylar bor. Mana bu yerda image 01 png, image 1 png larni yozish kerak emas, chunki biz bu rasmlarni Nano Banana Pro ga tashlamaymiz. Yozaman endi shunchaki. Shular kerak emas deyman. Qaranglar, birinchisi yo'q edi. Shunga birinchisini olamiz va bu yerga bosib generate bosib yuboramiz. Keyin bitta narsa, agar oramizda sizlarda Hexfield yo'q bo'lsa, Gemini o'zida ham rasm generatsiya qilsangiz bo'ladi. Tekin planda ham bo'ladi yoki bir oylik planni tekin qilib ishlatsalaringiz ham bo'ladi. Hali u bo'yicha darslik chiqaramiz. Demak, tashladim. Tashlaganimdan keyin mana bu yerda create image degan joy bor. Bo'ldi, men create image bitta bosib yuboramiz. Ko'rasizlar, umuman qiyin joy yo'q. Hech kimga sizlar $10,000, $20,000 to'lashlaringiz shart emas. Agar to'lamoqchi bo'lsalaringiz, kartamni yozib yuboraman deydi. Men logoni qaraylar, logoning chiroyliligini. Ko'rasizlar, 10 daqiqa ichida shunaqa logo yasadik. Даже mana bu yerda qaranglar. A harfining ichida emblemalar bor, ya'ni shakllar bor va avrangzep.com. Juda ham ajoyib. Endi keyingilarni ko'ramiz. Mana cho'tka qilib berdi. Buni olamiz.
Yo'q, to'xtanglar. Yana xato bo'lib qolibdi. Logosi o'nta o'ziga xos premium va faqat mana bu yerda asoslangan debdi. Yo'q, bunday emas. Men ularni to'liq olib tasha degandim deyman. Kutamiz. Qani ko'ringlikchi, Gemini ham mana logo qilib berdi. Endi farqini ko'ramiz. Bu yerda Hexfield'ni ichida qilganimiz. Bu yerda esa mana bu yerda Gemini'ni ichida qilganimiz. Natija yomon emas, nima deysizlar? Demak, ko'ramiz, u mana cho'tga yozib berdi. Endi bularni olamizda. Istesalaringiz Gemini, istesalaringiz Stekini yoki istesalaringizda pul bo'lsa, Hexfield'dan foydalaninglar deganman. Endi bularni ham bir tashab chiqamiz. Hozir biz bu yerda 10 tasini ham tashab chiqishimiz kerak. Buni olamiz. Mana bu yerda ikkita turib ekan, buni bitta qilib qo'yamiz. Ya'ni bitta promptga bitta rasm, bitta logo bizga yetarli. Demak, bularni dangisalik qilib bittalab tashab chiqdim. Hozir hammasini qo'ying. Bo'ldi, mana 10-sini ham beramiz. Endi bittalab ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi logoyimiz bizga yoqdi, yomon emas. Demak, mana bu ikkinchi logoyimizdan va zo'r qilib qo'yibdi. Qaranglar, mana bu A harfidan chiqib kelyapti-da, mana V harfi ham aylanib, mana cheksizlik ramzini beryapti. G harfini qaranglar. G harfi ham aylanib, juda ajoyib. Mana bu ham uncha o'xshatishga harakat qilibdi, lekin juda zo'r emas, ranglar uncha tushmagan. Mana bu bo'ladi endi kimdirlar minimalizmni yaxshi ko'rsa. Bu rost o'zimga yoqmadi. Yomon emas. Koshki shularda o'zimga logo qo'ysam. Endi demak kelinglar. Endi boya aytganimdek, hurmatli dangasalar uchun yo'lini o'rgataman. Endi biz boya Figjamga joylab olgandik, o'ng tomonga logolarimizda, chap tomonga nimalarda ilhomlanishdi. Biz prosta endi screenshot qilamiz va screenshot qilganimizdan so'ng Gmailga o'tib shunday tashlaymiz. Mana tekstini yozib oldim. Menga shu logoni yarat. To'xtang. Menga shu logoni yaratishim uchun prompt yozamiz. Tepadagi rasmdan ilhomlan, logo teksti Avrangzepsi, 10 ta ingliz tilida prompt yoz, o'ng tomondagi logolardan ilhomlan, menga rasm generatsiyasi uchun prompt yoz. Ingliz tilida faqat promptning ichida Avrangzepsi deb yozilgan bo'lishi kerak. Endi nega prompt yoz deb ko'p aytganman? Chunki boya aytganimdek, bu rasm qilib qo'yadigan odati bor. Kutamiz. Demak, mana bizga logolar yozib berdi. Ko'rdinglarmi dangasalar? Bu usul sizlarga juda ham qo'l keladi. Mana shu logolardan foydalanib, biz brendimiz uchun shaxsiy brend, Instagram, biznes akkaunt hammasiga logo yarata olamiz. Ko'rdinglarmi, umuman qiyin joyi yo'q. Bu eng sodda bo'lgan narsalar. Sun'iy intellektga ishoninglar, xohlagan turdagi narsalaringiz qilsangiz bo'ladi. Agar siz sun'iy intellektda pro darajada, ya'ni shu sohani mutaxassis bo'lib, oyiga $1000 dan $2000 shogirdlarimizga o'xshab pul topishni istasangiz, siz bizni sun'iy intellekt kursimizda o'qishdan tavsiya qilaman. Bizda hozir AI content va vibe coding bo'yicha onlayn kurslarimiz bor. Ya'ni O'zbekistonda birinchilardan bo'lib, AI content va vibe coding bo'yicha onlayn kurslarni tashkil qildik. Bular yopiq kanalda bo'ladi. Endi darslarimizda sizlar nimalarni o'rganasizlar? AI contentda 35 ta asosiy dars bo'ladi va 35 tadan tashqari har hafta yangi 2-3 ta darslar tashlab boriladi. Siz intellekt orqali xohlagan turdagi videoyingiz, rasmingiz, shaxsiy brendlar uchun avatarlar bilan akkaunt yurgizish, SMM uchun Instagramlarni yurgizish, ya'ni videoga doir nima bo'lsa hammasini qila olasiz va qanday pul topish, monetizatsiya, bir oyda $1000, $2000 qanday daromad qilish, hamma yo'llari o'rgatiladi. Bizda vibe codingda esa bu ham biz O'zbekistonda birinchilardan bo'lib olib ko'rdik. Vibe coding orqali siz dasturlashni bilmasdan turib, xohlagan turdagi programmasizni, xohlagan turdagi botni avtomatlashtirish, tizimlashtirish hammasini qila olasiz. Ya'ni siz o'zingizda sun'iy intellekt yaratishingiz mumkin. Chatbotingizda botlar yaratishingiz mumkin, sun'iy intellektga ulangan saytlar yaratishingiz mumkin. Ya'ni chegara umuman yo'q. Dasturchi qila oladigan hamma narsani kerak bo'lsa undan-da ortiq 2 barobar qilishingiz mumkin. Narxlariga keladigan bo'lsak, birinchi starter tarifi bu $150, AI contentga professional 300 va VIP 600. Bu narxlarni pauza qilib ko'rishingiz mumkin. Vibe codingda narxi esa $200, $400, $700. Sizlarga maslahatim o'qishni boshlanglar. Chunki
sun'iy intellekt mutaxassislari kundan kun ko'paymoqda va aksariyati bizning o'quvchilar. Hozirgi kunda 500 dan ortiq o'quvchi chiqardik. Xudo xohlasa bizni safimizga qo'shiling, daromadli va kelajak uchun sarmoya qiling. Nega? Chunki O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, dunyo bo'yicha 90-80% kasblar sun'iy intellektga o'tadi. Sizlarni albatta kutib qolamiz. Kursga qo'shilish uchun videoni tagida kurs linki degan havola bor.